Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan shaxsiy fikr kanalining navbatdagi sonida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bugungi videomizning mavzusi so'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalarida, Telegramda, YouTube'da juda ham ko'p nima tilga olinayotgan O'zbekistonda Xitoy fuqarolarining juda ham ko'payganligi mavzusiga bag'ishlanadi. Hozir juda ham ko'p ko'ryapmiz. YouTube'da, Telegramda ham, Instagramda juda ham ko'p ekspertlar, blogerlar, umuman har bir o'zbekistonlik bunga befarq bo'lmagan fuqarolarimiz nima deydi? O'zbekistonda Xitoy fuqarolarining juda ham ko'payib ketganligi haqida nima deydi? O'zining e'tirozlarini bildiryapti. Ya'ni xuddi O'zbekistonni xitoyliklar bosib ketdi. Xitoyliklar O'zbekistonga yoppasiga nima deydi? Ko'chib kelyapti va hokazo va hokazo. Mana shunday so'nggi paytlarda mana shunday nimalar paydo bo'lyapti. E'tirozlar deymizmi, vahimami deymizmi, nima desak bo'ladi? Demak, umuman olganda nega bunday holat kuzatilyapti? Demak, nega so'nggi vaqtlarda Xitoy fuqarolari O'zbekistonda keskin oshdi? Ko'chalarda Xitoy restoranlari, Xitoy mehmonxonalari, xitoyliklar, aeroportda ham juda ham ko'p Xitoy fuqarolari, avtovokzal, umuman ko'proq aeroportlarda, shahar markazlarida bular juda ham ko'payyapti. Xitoy bayroqlari va hokazo. Umuman Xitoy fuqarolariga ko'zimiz ko'p tushmoqda. Nega bunday bo'ldi? Buning eng katta sababi bu, adashmasam 2023-yil adashmasam O'zbekiston va Xitoy shartnoma tuzgan 50 milliard dollar atrofidagi, ya'ni Xitoy O'zbekiston iqtisodiga taxminan 50 milliard dollarlik investitsiya kiritishi ko'zda tutilgan edi. Bu mana shu rejaning bu reja tasdiqlangan edi. Ya'ni debochasi o'zi aslida bekordan bekorga emas. Demak, mana shunday ekan, bu nimadan dalolat beradi? Bu asosan shundan dalolat beradiki, ya'ni mana shunday 50 milliard dollarlik investitsiya kiritadigan bo'lgandan keyin Xitoy O'zbekiston iqtisodiga bu yerda juda ham ko'p mana shu investitsiyaning juda katta qismini xususiy sektor qamrab olar edi. Ya'ni Xitoyning xususiy tadbirkorlari juda ham ko'p, bu yerda yuzlab, hatto minglab deyish mumkin. Ya'ni 50 milliard dollar bo'lgandan keyin albatta bu birdaniga kiritilmaydi. Sekin-sekinlik, bosqichma-bosqich. Lekin buni mana shu investitsiyaning ichida juda katta qismi xususiy sektorga tegishli edi. Bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni bu degani xitoylik tadbirkorlar O'zbekiston iqtisodiga kelib investitsiya kiritadi, ya'ni pul bilan keladi. Aytish mumkinki, demak adashmasam o'sha paytda o'zbekistonlik tadbirkorlar Xitoyga borgan tadbirkorlar mana shu shartnomani imzolashga borganda O'zbekistondan adashmasam 300 ga yaqin tadbirkorlar borgan edi. Va mana shu 300 ga yaqin tadbirkor xitoylik tadbirkorlar bilan shartnoma tuzgan. Ya'ni 300 ta xitoylik tadbirkor o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan shartnoma tuzadi va investitsiyalarni O'zbekistonga olib keladi. Bu bizga ma'lumi, ya'ni shartnoma tuzgani va bundan tashqari to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan kelayotgan investorlar ham bor. Bular katta ehtimol bilan o'sha mingdan oshib ketgan va ular bir necha million dollarlab bir necha 10 millionlab dollar bilan kirib keladi O'zbekistonga. Ya'ni ular kirib kelganda qanday kirib keladi? Bilamiz, ya'ni bir necha 10 million dollar bilan xitoylik investor deylik O'zbekistonga kirib kelgandan keyin u shunchaki kirib kelmaydi, u o'zining jamoasi bilan kirib keladi. Ya'ni buxgalter bilan, marketolog, ish boshqaruvchisi va hokazo. Ya'ni butun bir jamoasi bilan keladi. Kamida 10 kishi jamoa bo'ladi. Ya'ni deylik, agarda 500 ta tadbirkor xitoylik tadbirkor keldi deydigan bo'lsak, misol uchun 500 ta, har birining kamida 7 ta, 8 ta, hatto 10 tagacha jamoasi bo'ladi. Ya'ni 500 ta tadbirkor, menimcha undan ko'p bo'lsa kerak, bir 1000 ta bo'lsa kerak tadbirkor. Mana 500 ta deb olaylik, eng minimum 500 ta xitoylik tadbirkor O'zbekistonga investitsiya kiritadigan bo'lsa, ularning kamida 10 kishilik nimasi bo'ladi? O'zining biznes jamoasi bo'ladi. Buni ya'ni 500 ta xitoylikni 10 ga ko'paytirasiz, ya'ni 5000 ta bo'ladi. Va ularning orasida ular oyla bir necha 10 yilga keladi, ular bir necha 10 million dollar investitsiya kiritgandan keyin ular kamida 5-6-10 yil yuradi. Shunday ekan, ular keyin mana shu har bir jamoa a'zosi tadbirkorlarning oila a'zolari ham keladi. Bu degani yana bir necha 10 mingga ko'payadi. Ya'ni ular jamoasini olib keladi, xitoylik tadbirkorlar va oila a'zolarini olib keladi. Bu umuman normal holat. Har qanday davlatda bir davlatning xususiy sektori narigi davlatga investitsiya kiritadigan bo'lsa, ular shartnomalarda ko'rsatiladi ularga mana shu 5-10 yil davomida mana shu yerda istiqomat qilish uchun
qonuniy shart-sharoit yaratib beriladi oilasi bilan yashash uchun va jamoasi bilan. Ular bir o'zi kelmaydi-ku. Demak, har bir xitoylik tadbirkor o'zi bilan kamida 10 ta jamoadoshini olib keladi, ya'ni kamida 3-4 ta nimasini olib keladi, oila a'zolarini olib keladi va u ishchilari ham o'zining oila a'zolarini olib keladi. Bu tabiiy, bu yerga O'zbekistonga kelib turib 5-10 yil faoliyat yuritgandan keyin ular o'zi bilan oila a'zolari va biznes jamoasini olib keladi. Shuning uchun ular bir necha 10 mingni tashkil qiladi. Shuning uchun bu yerdagi ko'plab xitoyliklarni ko'rgandan keyin voydod xitoyliklar bosib olyapti deb hayp qilish keragi yo'q. Bu normal holat. Ularning ko'pchiligi mana shu O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan xitoyliklarning oila a'zolari va biznes jamoasi a'zolari. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Shartnoma imzoladik. Endi buning uchun sharoit yaratib berish kerak. Boshqa ilojimiz yo'q. Endi tasavvur qiling, misol uchun o'zbekistonlik tadbirkorlar ham deylik Xitoyga, Afrikaga bordi. Misol uchun Afrikada Kod d'Ivoire yo Senegal degan davlat bilan hukumatimiz shartnoma tuzdi deylik. O'zbekistondan bir 200 ta tadbirkor investitsiya kiritmoqchi. Deylik, mana shu Afrikaning Senegal yoki Kod d'Ivoire degan davlatda misol uchun 200 ta o'zbekistonlik tadbirkorga o'zining nima deydi, biznes sektorlarini ochyapti va ularga qonun doirasida nima deydi, sharoitlar yaratib beryapti. Bunda nima bo'ladi? Ya'ni bizdek 200 ta tadbirkor u yoqqa boradi. Bir necha million dollar bilan, to'g'rimi? Borgandan keyin hammasi jamoasi bilan boradi. Jamoasi bilan borgandan keyin ular oila a'zolarini chaqiradi. Boyagi 200 ta tadbirkor birdaniga nima bo'ladi? O'zbekistonlik tadbirkor orqasidan yana minglab o'zi bilan o'zbeklarni eritib boradi. Borgandan keyin nima qiladi? Shaharda gavjum joylarni egallashni boshlaydi, uylar ijaraga oladi. Bu yerda 5-6 ta o'zbek ko'paygandan keyin nima qiladi? Choyxona ochadi, o'tiradi. Choyxonada guringlashadi, gap o'ynashni boshlaydi. Choyxonasiga o'zbekcha musiqani qo'yib qo'yadi. Mashinasiga O'zbekiston bayrog'ini osib qo'yadi. U yerda namoz o'qishni boshlaydi, misol uchun guringlashib o'tiradi. Endi tabiiyki keyin bundan nima xulosaga keladi? U yerdagi mesni, ya'ni shu yerlik xalq uchun nima deydi? Bu xuddi ularning ko'ziga mana o'zbeklar ko'payib ketdi. Qayerga qarasak o'zbeklar choyxona ochib olgan, mana o'tirib osh qilyapti, o'zbekcha qo'shiq qo'yib qo'ygan va hokazo va hokazo. Mana shu narsalar kuzatiladi. Keyin nima qilamiz? Bu to'g'rimi degan savol tug'iladi. Agar ular bizga mana shunday o'zini hukumatiga, demak mana shu Senegal yoki Kod d'Ivoirlik nima deydi, vatandoshlari o'zini hukumatiga aytsa, mana nima deydi, o'zbeklar bosib ketdi, hamma yoqda o'zbeklar restorani, o'zbeklarning uyi, o'zbeklar choyxonasi, bizlar borgandan keyin nima qiladi? Keyin uyqu 5-6-10 yilga borgandan keyin uy qurishni boshlaydi, o'zbekcha uylar. Ular ko'radi, "Vo" deydi, "O'zbeklar uyi ko'payyapti" deydi. Ularning orasida ham vahima ko'paysa keyin nima bo'ladi? Hukumatiga kelib nima deydi? "O'zbeklar bosib ketdi" deydi. To'g'rimi? Chunki bizlarning bir o'zi bormaydi-ku. Shunda nima qiladi endi? Deylik, mana shu ularning davlat rahbarlari o'zbeklarga kelib turib, "Uzr, oila a'zolaring uylaringga tashlab bu yerda kelib o'zlaring musiqalaring qo'ymanglar, bayroqlaring osib yurma, o'zbekcha gapirma, o'zbek restoranini ochma va hokazo" degan shartlar qo'ysa, bizlar qabul qilinadimi? Mana shu pichoqni o'zingga urib ko'r deydi-da. Shuni to'g'ri hisobga olish kerak. Ya'ni haddan tashqari mana shunday hayp qilib voydod Xitoy bosib ketdi, Xitoy nima bo'ldi deyish kerak yo'q. To'g'ri, haddan tashqari bemalol nima deydi, e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ya'ni bu bee'tibor bo'lish kerak degan emas, lekin haddan tashqari mana shunday nima deydi, buni bir vahima qilib ko'tarishni ham keragi yo'q. Chunki biz tashqi qarshisiz rivojlana olmaymiz. O'zbekiston Jahon banki xalqaro tashkilotlar tomonidan valyuta jamg'armasi banki, adashmasam shu tomondan ham xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa banklar, tadqiqot institutlari va banklar tomonidan O'zbekiston kambag'al davlatlar qatoriga kiritilgan. Ya'ni bizning o'zimizning resursimiz yetmaydi iqtisodni rivojlantirish uchun. Shuning uchun chetdan investitsiya olamiz, pul olamiz. Bunga majburmiz. Endi deylik, buni to'g'ri tushunish kerak. Hamma davlatlarda mana shunday holat kuzatiladi, rivojlanayotgan davlatlarda. Men bu bilan oqlamoqchi emasman, ya'ni voqelik mana shunday. Qarz olish kerak. Ya'ni qarz olish uchun O'zbekistonning oldida faqat 3 ta yo'l bor edi. 3 ta tanlov bor edi. Yo Rossiyadan oladi, yo AQShdan, G'arbdan oladi, G'arb deylik, yoki Xitoydan oladi. Rossiyaning ahvolini bilamiz. Hozir ularning o'zida pul muammo. Agar olgan taqdirimizda ham, agar deylik Rossiya, Xitoy emas, Rossiya O'zbekistonga 50 milliard dollar investitsiya kiritdi deganimizda ham Rossiya kerak bo'lsa juda ham og'ir shartlar qo'yardi. Hozir shundoq ham bizning ko'plab energetika resurslarimizni bilamiz egallab olgan.
Agarda Rossiyadan olganimizda hozir bundan ham battar bo'lardi. Voydod mana Rossiyaga sotildik, yana Rossiya bizni bosib oldi deb yana ko'tarib chiqardik. Agar Rossiya mana shu 50 milliard dollarni Xitoy emas Rossiya kiritilgan bo'lganda, hozirgi mana bu vahima umuman bundan 5 battar bo'lardi. Hamma ko'chaga internetga chiqib baqirardi, voydod vahima qilib Rossiya bizni yana bosib olyapti, Rossiyaga sotildik va hokazo. Xuddi mana shu Xitoy bilan bo'lgan voqea Rossiya bilan ham kuzatilardi. Agarda mana shu deylik mablag'ni agarda g'arb kiritganda, deylik AQSh yoki bo'lmasa Yevropa umuman g'arb kiritilganda umuman bundan ham nima deydi, vahimaga bundan ham battar vahima qo'zg'ardik. Voydod mana g'arb bekorga mablag' ajratmaydi, LGBT ular bilan ichki ishimizga aralashadi, demokratiya va hokazo. G'arbni bilamiz, g'arb bunaqa, liberallar va hokazo deb yana bundan 5 battar bo'lardi. Ya'ni bizga farqi yo'q. Biz shunaqa jamiyatimiz izolyatsiyaga o'rganib qolganda, birinchi ma'muriyat davrida yopiq davlat bo'lganimiz uchun chet elliklar bizga kamroq kelgan, chet el fuqarolarini O'zbekistonda kamroq ko'rganmiz. Hozir yana biroz ko'payib qolsa, darhol ko'zimizga xuddi bir chet elliklar O'zbekistonga oqib kelyapti, O'zbekistonni bir bosib olyapti va hokazo. Shunaqa taassurotlar bor miyamizda. Bu haddan tashqari keragidan ortiq anaqa deb o'ylayman. Vahima keragidan ortiq. To'g'ri, bunga nima deydi? Bee'tibor bo'lmaslik kerak, e'tibor bo'lish kerak albatta. Lekin haddan tashqari mana shunday nima deydi? Hayb ham keragi yo'q. Hozir agar Xitoydan boshqa davlatdan qarz olganimizda ham xuddi shunday kuzatilardi. AQShdan qarz olganimizda umuman bosh baloga qolardi hukumat. Rossiyadan qarzga olsa ham, qarz olganimizda ham hukumatni bosh baloga qolardi. Shunda ham o'zi AES qurayotganiga nega Rossiya AES quryapti va hokazo deb nima deydi? Tanqidlar kamaymayapti, ko'payyapti, kamaymayapti. Mana shuning uchun endi Xitoydan oladigan bo'lgandan keyin endi Xitoydan olsak bu ham yomon. Ya'ni kimdan qarz olsak ham yomon. Iloji bo'lsa qarz olmasak. Lekin qarz olmasdan turib iqtisodni rivojlantirishga iloji yo'q. Biz boy davlat emasmiz. O'zbekistonning o'zining ichki resurslari yetmaydi rivojlantirishga. Vaziyat mana shunday. Iloji yo'q boshqa qisqasi. U yoqqa chopsak ham, bu yoqqa chopsak ham. Ko'rpa kichkina, ko'rpani oyog'idan tortsak, pastdan tortsak oyog'imiz ochilib qoladi, ustimizdan tortsak boshimiz ochilib qoladi. Shundayki kimdandir qarz olishga majburmiz va bizliklar hukumat nima qildi? Mana bunaqadan qarzni kimdan olyapti? Oldi, Xitoydan oldi. Shuning uchun xitoylik tadbirkorlar kelib mana O'zbekiston iqtisodiga investitsiya kiritdi. Shuning uchun xitoyliklar ko'payyapti. Ularning oila a'zolari, xitoylik investorlar va hokazo boshqalar. Buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Bu tadbirkorlar, ularning oila a'zolari, hozir bizda ko'payayotgan xitoyliklar barchasi mana shu O'zbekistonga investitsiya kiritgan xitoyliklarning oila a'zolari va ularning jamoat, biznes jamoalari. Va ular yana ham ko'payishi mumkin. Bu normal, boshqa iloji yo'q. Ya'ni to'g'ri qabul qilish kerak. Nima deydi, biz Xitoy bosib ketdi, bizni tadbirkorlarni kasod qiladi va hokazo deydigan bo'lsak, ochiq bu bozor ochiq bo'lishi kerak. Monopoliya bo'lishi kerak emas. O'zimiz monopoliyaga qarshimiz deymiz-ku, lekin mana hozir yana xitoyliklar bosib ketdi deyapmiz. Xitoydan arzon narsa ishlab chiqara olmaymiz. Bizga qimmat narsa chiqarishni keragi yo'q. Tasavvur qiling, bitta shippak deylik, bitta shipakni Xitoy 10 sentga chiqaryapti-da, biz 1 dollarga chiqaryapmiz. Lekin nima deymiz? Chiqib olib turib, mana biz shippak ishlab chiqaryapmiz, O'zbekiston o'zi shippak ishlab chiqaryapti. Shuncha nima deydi, deylik 2000 ta oilani nima deydi, vatandoshimizni ish bilan ta'minladi va hokazo deymiz, lekin biz 10 sentlik shipakni 1 dollarga chiqaryapmiz-da, va u shipakni kim oladi? O'zbekistonliklar oladi. Ya'ni biz o'zi shunda ham 12% aholi, adashmasam undan ham ko'p, qashshoqlik chegarasida yashaydi. Bu degan 4-5 million inson qashshoqlik chegarasida yashaydi O'zbekistonda. Ya'ni biz ularga yana ham qimmatroq sotib olishga majbur qilyapmiz. O'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Shunaqa narsalar borki, biz u narsalarni o'zimiz ishlab chiqarmasligimiz kerak. Biz arzon ishlab chiqara olmaymiz. Hozir dunyoda hech qaysi davlat Xitoydan arzon ishlab chiqara olmaydi. O'zimiz ishlab chiqarsak, bu qimmatga tushadi. Va shundoq ham o'zi qiyinchilikda, moliyaviy qiyinchilikda yashayotgan xalqimizni yana ham qimmatroq sotib olishga majbur qilamiz. Bizga nima keragi bor? 10 sentlik shipakni nega biz 1 dollarga chiqarishimiz kerak? Nega Xitoydan sotib olmasligimiz kerak? Agar xitoylik tadbirkor kelib mana shu yerga deylik 50 sentlik 50 sentga tushadigan deylik, misol uchun nima deydi, g'ishtni, misol uchun cherepitsa deymiz, g'isht bilan shiferni O'zbekistonda 50 sent bo'ladigan bo'lsa, u kelib 10 sentga O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan bo'lsa, ishlab chiqaraversin. Arzonroq bo'lsin. Nega yo'q? Agar o'zimiz baribir qo'limizdan kelmayapti. Endi bizni tadbirkorlarga bu bosim bo'ladimi desa, bosim bo'ladi.
Kuchli tadbirkorlar omon qoladi. Bizga zaif tadbirkorlar kerak emas. O'zbekiston iqtisodiyotda biz kuchli bo'lmoqchimizmi? Demak, bizga kuchli tadbirkorlar kerak. Zaiflar o'yindan chiqadi. Xitoy bilan raqobatga kirisha olgan kuchli kompaniya, firmalar omon qoladi. Shuning uchun mana shu frazani ham olib tashlash kerak. Ya'ni xitoylik tadbirkorlar bizda tadbirkorlarni o'ldiradi. O'ldiradi. O'zi xitoylik tadbirkorlar butun dunyoni siqib chiqaryapti ishlab chiqarish bilan. AQShni va Yevropani ham o'sha bozorini deyarli falajlab bo'lgan. Va biz ulardan zo'r emasmiz. Buni inobatga olish kerak. Keyin yana bitta narsa, misol uchun qarang, Xitoyda ham butun bir boshqa tumanlar bor. Chinatownlar bor, bilamiz. Ya'ni u yerda millionlab xitoyliklar bor. AQShda bo'lmasam AQSh bilan Xitoy eng katta qarama-qarshi davlat hozir bir-biriga. Lekin AQShdagi Chinatownlarda millionlab xitoyliklar bor. Lekin umuman AQSh hukumati, umuman AQShliklar, Amerikaliklar hozir vahima qilmayapti Amerikani xitoyliklar bosib ketdi deb. Yevropada ham millionlab xitoyliklar bor. Ular ham vahima qilayotgani yo'q. Bizni Xitoy bosib ketdi deb. Bu normal holat. Biz o'rganishimiz kerak. Xohlaymizmi, yo'qmizmi? Mana ochiqlik siyosati bo'lyaptimi? Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmoqchimiz va hokazo. Ertaga bundan ham ko'payadi tadbirkorlar, chet ellik tadbirkorlar. Ya'ni biz bunga o'rganishimiz kerak. Men bu bilan bu to'g'ri demoqchi emasman, bunga xavotir olmanglar demoqchi emasman. To'g'ri, xavotir olish kerak, lekin haddan tashqari xavotir ham, ortiqcha xavotir ham bizga zarar. Nima demoqchiman? Ya'ni biz majburmiz bunga ko'nikishga. Ya'ni xitoylik investorlar bizga kirib kelyaptimi? Demak, ular kirib keladi. Ular mana Xitoy o'ziga qo'shni bo'lgan Koreyaga, Xitoyning qo'shinlari. Koreya, Yaponiyaga ham, Koreya va Yaponiyada ham minglab xitoylik nima deydi? Tadbirkorlar ishlashadi. U yerga Xitoy o'zining investitsiyasini kiritgan. Xitoyga, Yaponiyaga. Va ular ham normal qabul qilishgan. Yevropaga kirityapti. Yevropa adashmasam Xitoyning eng katta biznes hamkori. 708 milliard dollar Xitoydan nima qiladi? Mahsulot sotib oladi Yevropa. Ular ham normal. To'g'ri, endi biz Yevropa bilan bir darajamiz unchalik emas, lekin ular ham normal qabul qilyapti. Ya'ni Xitoydan hozir arzon chiqara olmaymiz, Xitoydan sifatli ham chiqara olmaymiz. Xitoy hozir ham sifatli, ham arzon chiqaryapti ishlab chiqarish bo'yicha. Demak, mana shunga ko'nishga majburmiz. Boshqa iloj yo'q. Demak, fikrlarim mana shulardan iborat edi. Juda ham ko'p vahima qilmaylik. O'zi bu vahimani katta ehtimol bilan bunday vahima mediada mana shunday vahima paydo bo'lishiga menimcha, men shaxsiy subyektiv fikrim, menimcha Rossiya propagandasining ham o'rni bor. Ya'ni Rossiya Markaziy Osiyoda, ayniqsa O'zbekistonda Xitoyning ta'siri oshib ketishidan manfaatdor emas. Shuning uchun Rossiyaga moyil bo'lgan mediadagi anaqalar, tizimlar buni menimcha ko'proq hayp ko'taryapti. Mana xitoyliklar bosib ketdi O'zbekistonni va hokazo deb. Bo'lmasam Xitoyda, Rossiyadagi xitoyliklarning soni bizdagidan ko'p. Men o'zim shaxsan Moskvada, Rossiyada boshqa shaharlarda bo'lganman. U yerda xitoyliklar bizdan ko'p. Ular ham tadbirkorlik subyekti sifatida kirib kelgan, lekin ularda ham vahima qilayotgani yo'q. Ularning vahimasi Markaziy Osiyolik migrantlar qo'pol qo'yib keldi. Demak, bugungi suhbatimiz mana shulardan iborat. Bular mening albatta shaxsiy fikrim. Fikr mulohazalaringizni kommentda kutib qolaman. O'z fikringizni kommentda qoldiring. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Pul kerak, pul. Tilni sayratadigan ham, dilni yayratadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina gudurat, janjal, g'alvani o'xshatasi ham pul. Pul topish yo'lini axtarish kerak. Pul.